Ko'pchilik abituriyentlar qiynaladigan yana bitta kasallik bu Shershevskiy-Terner sindromi hisoblanadi. Bu kasallikning kelib chiqish sababi genom mutatsiyasi. Genom mutatsiyasining aneuploidiya shakli, aneuploidiyaning monosomiyasi. Bunda jinsiy xromosomaning monosomiyasi kuzatiladi. Natijada kasallikda 44 ta autosoma va bitta jinsiy X xromosoma bo'ladi. Mexanizmi: meyoz bo'linishida tuxum hujayra jinsiy xromosomalar to'liq ajralmaydi. Natijada tuxum hujayrada 23 ta autosoma va 0 ta jinsiy xromosoma bo'ladi. Bu normal spermatozoid bilan urug'lanadi. Natijada 45 ta xromosomali zigota bo'ladi. Mana shu zigotadan Shershevskiy-Terner sindromiga ega bo'lgan shaxs voyaga yetadi. Bu kasallikni biz sitogenetik metod bilan o'rganamiz. Asosan kimlarda uchraydi desak, faqat ayollarda uchraydi, erkaklarda uchramaydi. Klinik belgilari: bo'yni juda past, bo'yni juda qisqa bo'ladi, tuxumdon rivojlanmagan bo'ladi. Ikkilamchi jinsiy belgilar sust rivojlangan bo'ladi. Har 5000 ta qiz boladan bittasida uchraydi.